Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Men onlayn pul topish oson, ijtimoiy tarmoqlar orqali rostdan ham pul topish mumkin deb juda ham ko'p gapiraman. Chunki hozirgi kunda eng yaxshi sifatli mahsulotni tanlab olib, uni ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilish va uni sotish mumkin. Chunki klient bor, klient o'sha Instagram orqali, YouTube orqali ham bemalol mijoz topib, sotib olayotgan klientlarimiz bor. Shu gapimni haqqoniy dalili isboti sifatida bugun ofisga meni eng katta optimchilarimdan biri Nuriddin akani tashrif chaqirdim. Nuriddin aka meni reklamadan ko'rib kelganlar. Boshida shu Baby Slipga hamkor izlaymiz, birgalikda pampers sotayotgan insonlar bo'lsa, kelinglar birgalikda hamkorlikda ishlaymiz degan reklamam orqali kelganlar. Mana hozir ishlayotganimizga o'zi past 8 oy bo'ldi. 8 oydan beri ancha birga ishlab qo'ydik, ancha tovar oldilar mana hujjatlari bilan. Qanday ishondingiz bizga birgalikda ishlashga? Boshida qiyin bo'ldimi? Endi avvalambor masalani pamperslarni birinchidan olib ishlatib ko'rdim через internet. O'z farzandlarimga ishlatib ko'rdim. Sizlarni mahsulotingiz yoqqani uchun men sizga aloqaga chiqib ishni boshlash qaror qildim. Boshida boshlaganingizda bizda chunki limitimiz bor. Eng kam $100lik tovar olishlari kerak bo'ladi. Buni men hammaga ochiq oyda aytaman, yashiradigan narsa emas. $100lik boshlash kerak. Chunki hozirgi paytda bitta inson oyligi 3 million bo'lsa, $100 bu maksimalningda. Bitta biznes boshlab ko'rishlari uchun, tavakkal qilishlari uchun. Siz ham $100lik olib ko'rdingiz. 10 pachka berganman, sizga eslayman. Uni olib borib sotdingiz, qanaqa bo'lgan birinchi sotishingiz? Endi agar harakat qilaman siz hammasini sotsa bo'ladi, sotishdan qiynalganimiz yo'q. Klientlarimizga tushuntirib berdi, hammasini qanday bo'lsa shunday tushuntirib berdi. Klientlarimizga mahsulot yoqdi va ular olib sotishga qaror qilishdi. Va o'sha birinchi klientlarimiz birinchi 10 ta olgan pochka hozir o'shalar 30 ta 40 talab olyapti o'sha pochkadan. Siz hozir qaysi hududlarda sotasiz Baby Slip tagliklarni? Bizda asosan Toshkent viloyatida, Ohangaron, Chirchiq, Yangiyo'l, qolgan viloyatlar ham. Hozir hammaga qiziq bo'lgan savolni beraman. Siz hozir bizdan Optimga olib, foydangiz qancha bo'lyapti? Xo'p, Optimimiz foydamiz yomon emas. Qanaqa misol, o'rtasini aytsangiz bo'ladi. Mashindan deb aytsangiz bo'ladi. Oylik daromad 7 milliondan 10 milliongacha bo'lgan daromad topsa bo'ladi. Harakat qilsa. Agar yaxshilab harakat qilsa, oyiga 30-40 million daromad ham qilsa bo'ladi bemalol bu. Yana men sizlarga qo'shimcha qilib aytaman, bu Nuriddin akaning qo'shimcha ishlari hisoblanadi, ya'ni pampers sotish, chunki o'zlarining ishlari bor. Shunaqa qo'shimcha daromad topmoqchi bo'lgan insonlar uchun yoki o'sha o'zini ishidan zerikib yangicha ish qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun ham bu ishimiz juda ham qiziqarli hisoblanadi. Agar kimgadir bu narsa taklifimiz qiziq bo'lsa, mana shu telefon raqamlari orqali aloqaga chiqsanglar, men podrobniy sizlarga tushuntiraman, to'liq tushuntiraman, chunki men erinmayman, yaxshi ko'raman. Menga o'xshab, men ham boshida boshlaganimda $100 dan boshlaganman. Hozirda shunaqa sizga o'xshab insonlar bilan tanishib sotaman ularga. Nima deysiz yangi boshlamoqchi bo'lganlarga? Yangi boshlayotganlarga nima deymiz? Tavakkal, Allohga tavakkal qilgan odam yutadi deymiz. Har doim olg'a va mahsulotni olib sotib ko'rmaguncha hech kim bilmaydi. Olib sotib ko'rish tavsiya qilaman. Bu firma bilan ishlagan odam kam bo'lmaydi. Xo'p, keyin yana bizdan shu sal ozroq bizdan maqtab o'tsangiz, firmamizda qanaqa sizga yoqadigan taraflari, muomala, ya'ni sizga tovar yetkazib berishimiz qanday, shu haqida ham aytib bersangiz. Muammo yo'q narsa. Muammo yo'q, ha? Tovar doim zakaz beriladi, tovar bir kun 24 soat ichida yetkazib olib borib berishadi. Unisida umuman muammo yo'q. Ko'rib turganlaringizda biz Nuriddin akani tayyorlamadik, boshqa narsa qilmadik. Bu o'zlarining ham nomerini qoldiraman, opisiyaniyada bemalol ko'rib, telefonda gaplashsanglar bo'ladi, chunki bu yolg'on informatsiya emas, bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Hozirda Nuriddin aka bizdan oladigan tovarlari o'sha 50 millionga chiqqan, 50 millionlik tovar har oy oladilar. Sizlarga mana shu xizmatimiz qiziqarli bo'lsa yoki biznes boshlamoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Rahmat kattakon, hammalaringizga sog' bo'linglar. Tamam, chutki.